Assalomu alaykum Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi video darsligimizda qishloq xo'jaligi bo'yicha mineral o'g'itlar mavzusida olib boramiz. Bugungi mavzumiz juda ham qiziq bo'ladi. Bizda videolarimiz ilmiy va ommabop bo'lganligi uchun soddaroq qilib, tushunarli qilib tushuntirishga harakat qilaman. Kuzatishda davom etinglar bizni qo'llab-quvvatlanglar, like bosinglar. Qishloq xo'jaligiga, biologiyaga, o'simlik dunyosiga, hayvonot dunyosiga qiziqadigan barcha do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Albatta videolarimizni kuzatishda davom etinglar. O'zlaringga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni, qiziqarli ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlarni albatta olasizlar. Biz mineral o'g'itlar mavzusi juda ham katta keng mavzu. Bu mavzuni yoritish uchun 1 soatlik, 15-20 minutlik, yarim soatlik darslarimiz hech ham to'g'ri kelmaydi. Buni yoritishda juda iloji yo'q, lekin imkon qadar chiroyli qilib, sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. O'simlik o'sar ekan, demak nomi qaranglar. O'simlik, o'suvchi, shakllanuvchi degan ma'noni bildiradi. Demak, doim o'simlik doim o'sish bilan rivojlanib boraveradi. O'simlikni o'sish uchun asosan tuproqdagi davriy sistemada 70 dan ortiq elementlar mavjud. Mana shu 70 dan ortiq elementlar tuproq tarkibida uchraydi. Tuproq tarkibida, demak, tuproq tarkibida juda ko'p elementlar, mana shu 70 dan ortiq elementlar ishtirok etishi bu o'simlikning yaxshi o'sishiga, yaxshi rivojlanishiga, hosildorligini oshirishga va barcha shu o'sish va rivojlanishda kerakli bo'lgan omillarga albatta mana shu elementlarda borligi va tuproqdagi o'zining funksiyasi, vazifasini bajarmasida bajarishiga bog'liq bo'ladi. Biz o'simliklarda o'sish uchun demak elementlar, ya'ni 70 ga yaqin elementlar tuproq tarkibida bo'ladi deb aytib o'tdim. Demak men birinchi makro va mikro elementlarni doskaga yozib chiqaman. Hozir mana vodorod, bu makro и mikro. Makro elementlar и mikro elementlar. Makro elementlarga vodorod, kislorod, uglerod, azot, fosfor, oltin gurgut, natriy, kaliy, kalsiy elementlari makro elementlarga kiradi. Ya'ni vodorod, kislorod, uglerod, azot, fosfor, oltin gurgut, natriy, kaliy, kalsiylar bular makro elementlarga kirar ekan. Endi mikro elementlarni yozib chiqamiz. Mikro elementlarga biz manganez, temir, kobalt, mis, demak mis kiradi, и bor elementi manganez, temir, kalsiy, mis, kobalt, mis, bor elementlari kirar ekan. Mana shu elementlarda tuproq tarkibida bo'lishi hosildorlikda rivojlanishi, o'sish uchun juda katta ahamiyatga ega. Bularning ichida eng ko'p kerak bo'ladigani demak vodorod, kislorod, uglerod, azot, oltin gurgut va temir. Demak, ko'rib o'tamiz.
vodorod, kislorod, uglerod, azot, oltin gurgut va temir elementlari tuproq tarkibida o'simlikka eng kerak bo'ladigan makro elementlarga kirar ekan. Bu qanday vazifa bajaradi? O'g'itlar tarkibida qancha miqdorda tashkil qiladi? Bular to'g'risida hozir tushuntirish darslarini o'tamiz. Demak biz makro va mikro elementlarga bo'lib oldik elementlarni va endi kerak bo'ladigan, eng ko'p kerak bo'ladigan tuproq tarkibida o'simlik uchun iste'mol uchun organik mineral o'g'itlar tarkibiga kiradigan mana shu moddalarni yozib olyapman. Endi bu yerda mahalliy o'g'it tarkibida ham mana shu elementlar juda ham ko'p bo'ladi. Vodorod, kislorod, uglerod, azot, oltin gurgut juda ham ko'p bo'ladi. Temir tuproq tarkibida bo'ladi. Mana shular organik moddalar tarkibida bo'ladi. Ular boshqa mavzu, lekin hozirgi mineral o'g'itlar to'g'risida darsimizni davom etkazamiz. Mineral o'g'itlar asosan 3 toifaga bo'lib bo'lganamiz. Ya'ni azotlar, fosfor va kaliy. Shuning uchun ko'pchilik o'sha mutaxassislar yoki o'sha dorixonaga borganimizda dori sotadigan sotuvchilar empakasi nima, empakasi qancha degan savollarni beradi yoki bo'lmasam empakasi shuncha miqdorda, shuncha foizda tashkil qiladi deb aytadi. Bitta biz empaka degani N azot, fosfor, P, K bu kaliy. Demak, azotli o'g'itlarni yozib chiqaman men hozir pastga. Azotli o'g'itlardan natriy nitrat, kaliy nitrat, kalsiy nitrat, ammoniy nitrat, qaraymiz, azotli o'g'itlarga natriy nitrat, natriy silitrasi deyiladi bu. Demak, natriy silitrasi bu kaliy silitrasi, kaliy nitrat, kalsiy silitrasi, ya'ni kalsiy silitrasi va ammoniy silitrasi. Bularning ichida eng ko'p ishlatiladigan natriy nitrat, ammoniy nitrat, kaliy nitratlarni ko'proq mineral o'g'it sifatida azotli o'g'itlarga biz mana shularni ishlatamiz. Ya'ni dori sotadigan joyga, mineral o'g'itlar sotadigan joyga borganimizda bizda nima, bizga shu aytamizki, so'raymizki, meni o'simligimga, ya'ni kartoshkam, qalampir yoki boshqa madaniy ekinlarga mana shu o'smayapti, sekin o'syapti yoki barglari sarg'ayib ketdi. Shunaqa muammo bilan borganimizda bizga mana shu selitra dorilarini, ammoniy nitrat selitrasini, natriy nitrat selitralarini taklif qiladi. Biz uni olib o'simlikka solamiz. Endi azotli o'g'itlarning ahamiyati nimada iborat? Azotli o'g'itlar o'simlikning yuqori qismini, poyasi, bargi, shoxlari, yangi shoxlanishlari, mana masalan o'simlik, barg, meva. Demak, mana bu ildiz. Tuproq. Qarang, ildiz. Barg va mana shu hosil shoxlarini o'sishi, rivojlanishi, uning o'sha tarkibiy bargning yam-yashil bo'lishi, fotosintez jarayonini yaxshi ketishi mana shu azotli o'g'itlarga albatta bog'liq bo'lar ekan. Hozir sizlarga men tushuntirish
maqsadida men quyidagi o'simlikni mana olib ko'rsatyapman. Qaranglar, e'tibor beringlar. O'simlikda ildizi. O'simlikda ildizi mana shu pomidor ko'chati. Bugun 2025-yil 7-noyabr sanasida turibmiz. 2025-yil 7-noyabr. Mana shu tashqarida sovuq, hamma o'simliklarda sovuqligi, qattiq sovuq bo'ldi. Faqat o'sha 90 bosdi ekinlar, ayrim o'simliklarda barglari qoldi. Qolgan barcha o'simliklar ildizi nobud bo'ldi. Nima? Qalagi sovuqdi va mana shu o'simliklarda hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana shu e'tibor beringlar, mana shu o'simlikda ildizi, ya'ni pomidor o'simligini ildizi. Mana shu yerda ildiz bo'g'izidan asosiy o'q ildiz o'sib chiqqan, uzun o'q ildiz. Ildizlarda asosiy ildiz ajralib turadigan ildizlarga demak biz o'q ildizli o'simliklar deymiz. Ko'proq ikki pallali o'simliklarning barchasi demak mana shu yerda o'q ildizga ega bo'ladi. Piyozdoshlar, g'alladoshlar esa popuk ildizli bo'ladi. Ya'ni mana popuk ildiz. Sarimsoqda ildizi popuk ildiz bo'ladi. Demak, biz hozir ikkalasini farqiga boramiz. Bu yerda hozir e'tibor beringlar. Bu yerda ildizi popuk, ya'ni o'simlikda ildizi mana shu ildiz bo'g'izidan buyog'ida asosiy ildizni ajratib bo'lmaydigan bir tutum ildizlar to'plamiga biz popuk ildiz deymiz ekan. Bu popuk ildizli o'simliklar demak piyozdoshlar va g'alladoshlar oilasiga kiradigan barcha o'simliklar demak bir pallali o'simliklar bo'ladi va popuk ildiz bo'ladi. Bularda ildizi demak yer betiga yaqinroq bo'ladi, 15-20 sm nari borsa chuqurlikda bo'ladi. Lekin biz mana shu oldin ko'rib o'tgan pomidor ildiziga e'tibor bersalaring, pomidor ildizini asosiy o'q ildizi mana o'q ildizi. Asosiy o'q ildizi juda ham katta, aniq bilinib turibdi o'q ildizini ajratsa bo'ladi mana o'q ildiz. Endi pomidor ildizi boshqa umuman qalampir, bolgarskiy, kartoshka, boshqa o'simliklarning ildizlari demak o'q ildizni deb aytdik, lekin bu ildizlar chuqur kirib boradi. Ya'ni 40 sm, 50 sm yoki bo'lmasam ayrim o'simliklarga 1 metr, 1,5 metrgacha o'sib kirib boraveradi yerda tagiga va o'sha biz aytib o'tgan mikroelementlarni bemalol iste'mol qiladi va hujayralarni o'sha rivojlanishiga, fotosintez jarayonining rivojlanishiga, o'simlikning fotosintez rivojlanishiga yaxshi ijobiy ta'sir qiladi ekan. Demak, ildizni tushuntirib o'tdik. Demak, azotli kimyoviy formulasi bular: natriy nitrat, kaliy nitrat, kalsiy nitrat, ammoniy nitrat. Ammoniy silitrasi kalsiy silitra, kaliy silitra va natriy silitralardan iborat. Biz hozir keyingi bu fosfor haqida gaplashib o'tamiz. Fosforni tushuntirib boramiz hozir. Davom etinglar, kuzatishda juda ham kerakli ma'lumotlar. Ya'ni mana shu o'g'itni qaysi paytda qachon solish kerakligi haqida barcha ma'lumotlarni aytib boramiz. Demak, azotli o'g'itlar o'simlikning erta bahor o'sishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan mineral o'g'itga kiradi. O'simlikning o'sishi va rivojlanishi buni kuzda va qishda solmaydi. Qishda va kuzda solib bo'lmaydi bu o'g'itlarni. Nimaga? Bu o'stiradi. Qishda o'simlikning o'sishi juda sekinlashadi. Shuning uchun bu o'g'itlarni solish yaramaydi. Yana bir tomoni azotli o'g'itlar ko'pi bilan 3-4 oyga ta'sir qiladi xolos. 3-4 oy ta'sir qiladi. Undan u yog'iga
azot havoga chiqib ketadi, keraklisini o'simlik oladi o'ziga va nokeragi tashqariga chiqib ketadi. Shuning uchun 3 oy 4 oyda o'simlik ildizi o'sha ildizi keraklisini oladi, qolgani shu havoga chiqib ketadi. Lekin havoda 78% azot bor. Azot mana azot 78% bo'ladi. 78% azot havoda bor. Lekin bu 78% o'simlik iste'mol qila olmaydi. Havodagi o'simlik insonga ham zarari yo'q. Hayvonot dunyosiga ham zarari yo'q. O'simlikka ham zarari yo'q. Lekin mana shu dukkakdoshli o'simliklar bor. Dukkakdoshli o'simliklar. Dukkakdoshli o'simliklarga demak bida, no'xat, lo'ya, mosh, mana shu o'simliklar dukkakdosh o'simliklarga kiradi. Bu dukkakdoshli o'simliklar havodagi 78% azotni o'ziga qabul qilib, barg orqali poyadan o'tkazib, ildiz tugunchalarida yig'adi. Shuning uchun ham bidadan keyin, shu moshdan keyin, no'xatdan keyin, lo'yalardan keyin ekilgan ekin ikkinchi ekin o'rniga ekilgan. O'sha hosilni yig'ib olamiz, ya'ni bidani yig'ib olamiz. 3 yilda 4-yil buzish kerak bidani. Buzib o'rniga makka jo'xori ekanimizmi, qovun, tarvuz nima bo'lishidan qat'iy nazar yer o'ta darajada kuchli bo'ladi, sababi azot ko'payib ketadi. Azot ko'payib ketadi. Shuning uchun o'simlik zo'r bo'ladi va hosildorlik yaxshi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom edinglar. Hozir fosfor va kaliy haqida ham gaplashib o'tamiz. Sog'lom bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.